Siz u общем variantidan akalar. Mana molni zo'ri. Chiqora, bolasi nima edi aka? Bola bu. Nima desa bo'ldi aka. Men molni mana. Hammaga narsa qilsa mana shunaqalar. Voy jonivar ketishini qara. Bu nima ekan aka? 50 talik var. Ketdi. Komil aka nech pul? Qancha? 90 milyon kami bor. 90 ham demaylik. 85 kami bor. Kami ko'p. Kami ko'p. Mana savdo qilaversin. Kami ketamiz 70 ga bo'lsa ham. Ha. Nimaga biratishga? Mana Elmurat akamni olib qo'yaver. Fonga qo'yib qo'yaver. Joni sog' bo'lsin. Qarang. 100 liklar qo'yib qo'yaver. Elmurat akamdan mol olishni tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Elmurat akamdanmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishbozlari. Bugun 16-noyabr haftaning yakshanba kuni. Biz hurmatli tomoshabinlar, bugungi video roligimizda Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozori narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Videolarni oxirigacha ko'rib, fikr mulohazalar kommentariyada qoldirasizlar. Arzimas mehnatimizga akalar malol kelmasa, like tugmachasini bosib, kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. Videorolikni boshladik. Mashhur Elmurat akam trendda. Sonlaringiz charchamang. Qalaysiz o'zingiz? Nima gaplar? Tinch. Simental eng zo'ri shumi yo bundan ham zo'ri bormi? Davrada buni tagisiga ol. Gap. Hurmatli do'stlar, simental ishqibozlariga eng kattasidan boshladik bozorda hozircha. 40 taga xotirchasini olaveradi, Abrorbek. Sinov olish deganda qanaqa bir 10 million pulni olib qolib ko'rib olaveradi? Yarmini bersa, Bo'laveradi. Yarim pulini berib, bir haftada xulosa chiqarib beraveradi. Ko'rib baho beringlar. Bolasi Xunojin ekan, semental. Hurmatli do'stlar, chista krovni semental. Hurmatli do'stlar, mana bolasi. Nariga olayapsizmi? Uni ham yurgizingchi boy aka. Hurmatli do'stlar, rossiyskiy. Bitta semental, bitta rossiyskiy. Mana bolalarni ko'ringlar. Ko'rib xulosa chiqaraverasizlar. Rossiyskiyni ajoyib. Hurmatli do'stlar, mana bu yerda Qo'rg'onchor bozorida bunaqa mollar qaynab chiqaveradi. go'zal. Ammo molni zo'ri hamma joyda pul. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib baho beringlar. Bu nechta sutga boy aka? 28 taga. Hurmatli do'stlar, ko'rib baho beringlar. Rossiyskiga necha pul berdi? 75 kami bor. Savdo bo'ldimi mana? 62 kilodan olay kesh bor. 62 ga bermadingiz, ha? Bunday yaxshi odam bo'lsa qo'shsa berasizmi yo 65 ustida biz sotamiz. nomerni ayting? 99. Aha. 364 Aha. 1429. 364 1429. Nechinchi qoringa? 2 Ikkinchi qoringa tuqqan 28 litr, 28 tan sutdi? 28 litr sutga yangi tuqqan yosh mol. Hurmatli do'stlar, ko'rib baho beraverasizlar. Sementalga qancha berdi? Semental so'rama. Nech pul so'rayapsiz? Biz uchun. 90 million kami. Siz yaqinroq qilib aytmaysizmi? Keyin bozorga qarab aytyapti. Nariga 90 hali pul bermadi. Ketdik. Kesini oladi. Hurmatli do'stlar, bo'ldi aka. Men molman. Voy mashalloh. Yangi Qo'rg'onda Ramziy mollari chiqdi-yu. Bolasi Xunojinmi, novasmi? Voy mashalloh, mol chiqaveradi akalar. Bekka mana shunaqa mollar chiqadi akalar. Ko'rib baho beringlarchi. Yelinni ham soptashyapti, bolani ham berib yuboribdi. Haqiqiy akalar, molda original. Unchalik katta mol emas. Yerga yaqin bu. Bekzat aka, savdo bo'lgan yo'q-a? Suti ham sinaldimi, sinalmadimi? Suti. 30 ta beram? Ha, 30 ta osh sut beraveradi ekan, hurmatli do'stlar. Voy mashalloh. Ko'ringlarchi akalar. Molni zo'ri. Qancha so'rayapsiz? 65 million narx aytilyapti akalar. 91 kodi bilan 740 65 75. To'ralar so'skasiga 7-siga garantiya. Garantiya sog'liq ishlariga. Aha. Qaratdan sog' bo'ladi, qo'ldan sog' bo'ladi. Bormi yetuklar yana? Yetugi ham bor. Bu bor ekan. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Parkent. Parkent. O, parkentga berasan mana shu molni aka? Bersa bo'ldi, qayerga bo'lsa sotadi. Qizig'i yo'q. Kamolning akamni zemleklari kelibdi. 91 kodi bilan 740 65 75. Hurmatli do'stlar, parkentlik akalarimiz kelishibdi. Alloh ziyoda qilsin mana.
Bu yerdan Qo'rg'onchorov bozorida 65 million kami bor deb turgan bolasini ovasiga. Nechta tuqqan bo'y aka bu? Mana shu bolasi 2, hurmatli do'stlar. 30 ta xudo xolasa beraveradi deyapti. Mana akalar, paketlarga kiramiz. O'zi qiziqishni boshlashdi, xudo xolasa. Balki vallohu alam sizga nasib qilar. Yana ham xudo bilan. Mana. Hurmatli do'stlar, ko'rib baho beraveringlar. Mol o'ta chempionami. Eshonxon nima gap? Qarang, nechta mol olibsizlaringni? Mana shu kelasa. Voyga. Jasurbek ham chiqdimi? Gap, akalar mol haqiqatan ham sifat ekan. Bunaqa katta mol bo'lsa ekanda, hali bir xilgilar juda gabarit katta bo'lsa ham yedirishga o'ylanadi-da. Ko'p katta yormasa ham kerak, Allohim yaxshi mol ekan. Zo'r. Bitta etalang yana. Hammaga nasib qilsin mana shunaqalar. Voy jonivor ketishini qarang. Ko'ringlar akalar. Kimga nasib qilsa, mana bu yerdan Qo'rg'onchorov bozorida uni ham qochirib yuboraylik akalar. Bu nima ekan aka? 50 ta deb. Ya, ketdi. Zo'r barakasi bersin. Mana Sardor aka galaga haydaychi. Mana qarang, zo'ridan zo'ri chiqaveradi-da bu bozorda akalar. Ketish qarang. Wow, jonivor. Assalomu alaykum. Domla aka, qalasiz? Nechtalik varianti bu? Siz u option ko'p variantidan akalar. Mana molni zo'ri. Chiqaveradi. Bolasi nima edi aka? Bola bu nechinchi qora? 3-siga. 3-siga suti sinaldimi, sinalmadimi? 40 ta suti bor, 30 taga sinov. Berib turgani. Nech pul narxi? Qochirmay. Kattalar sizni biladi, deyapti-yu boy aka. Komil aka nech pul? Qancha? 90 milyon kami bor. 90 ham demaylik. 85 kami bor. Kami ko'p. Kami ko'p. Mana savdo qilaversin. Kami ketamiz 70 ga bo'lsa. Ha. O'zdan keldim, qolib. Bo'ldi. Lekin sutga juda boy. O'zimizda tutgan. Galo. Hurmatli do'stlar, 3-qoringa bolasi Novos o'ta sersit variantida. O'zi ham provoznoymi? Provoznoy mana, hurmatli do'stlar. Ha, Slovakiya ekan. Slovakiya. Slovakiyani sigirlarni akalar. Ammo moli go'zal. Bolasi Novoscha o'ta chiroyli variantda. Gapi. Hammaga nasib qilsin. Ko'chaka rasmga tushib olasin. Zo'r chiqdi-yu bozorga. Ya Qo'rg'onda bo'ladi-da bunaqalar. Bo'ladi, to'g'ri ekan. Ko'rganda mashalloh deb qo'yasizlar. Slovakiya ekan akalar. 70 ga bo'lsa ham sotib ketaman. Ishqibozlar aloqaga chiqsin deyapti. 99 kodi bilan 366 71 71. Akalar Jahongir Mirzo fermer xo'jaligini moli. 99 366 71 71 akalar. 30 ta sutga. Mohirbekka bular nima deyapti? Bular nima bular? Bular Gollandiya aka. Qarang, bular tuqqanmi yoki? Yo'q, bolasi yo'q, nima? Suti bor mol. Mana bu tomonga so'ngchi bor ekan. Nima bo'lsa bo'ldi bugun. Bular qarang. Zo'ridan zo'ri qaynab chiqaveradi. U bozorda akalar. Ha, xudo xolasa. Havas qilganga nasib qilsin. Men mollar qarang. Bular nechtadan sutga Mohirbek aka? 50 ta osh sut beradi. Jupi. Jupi 50 ta osh sut beradi. Nil ekan-a bular? Gollandiya ekan akalar. Gollandiya. 50 ta osh sutga yaqin qilib nech pul deymiz? 55 dan kami bor, ha? Qaysi nomeriga tersa? Siznikini ayting. 90 93 aha 973 aha 0071. 0071. Qarang, xonajillardan qoldim tugadim. Boshlar avaz o'zingizga qoldi. Sotilaveradi ishqozga. Boshqa keladi. Boshqa keladi. Bo'ldi. Ko'rib baho beringlar akalar. Bularda 55 million so'mdan narx so'ralyapti. Endi bular svoy mollar, bolasi yo'q, bebola. Yaxshi ama.
Ketdik. Hurmatli do'stlar, bu yerda nima bo'lyapti? Bu Hojimova, salom. Qalaysiz o'sha gap a? Bizga shu gap yetadi deydi. Qanchaga? Bering aka. Bitta tantalik qiling. Hoji tog'am savdo qilyapti. Rossiyskiy bolasi. Unojincha. Onaning kichkinasida 63. Bu mol ham yaxshi mollar, qarang. Molni go'zallar akalar. 10 minut. Faqat birinchi sort mollar chiqardi akalar. Endi hammada ham havas keladi bunaqa molga. Imkoniyatdan kelib chiqib deydi-ku. Akramxon aka nimaga? Imkoniyatdan kelib parkatlar akalarni savdo qilyapti. Qancha so'rayapti? Savdo so'rayapti aka? 50 million. 50 million hozircha berishyapti-kan Toshkentlik akalarimiz, lekin bermayapti. Yo'q shunaqasini Toshkentda berami 50 ga? Bermaydi Toshkentda. Toshkentda ham bermaydi. Yo'q. Endi qayerga o'tishni ham bilmay qoldim. Hozirmi? Mana Voydan ko'rishga bozor. O'shaga keldim, tortinch. Bu kichkinasini puli katta basmish qaz. Mol. Yetiga bu. Vobshim 50 mol akami, bela akalar. Qani? Tayyor yetuk. Hurmatli do'stlar. Rossiyskiymi bu bilmayman, shunaqa o'xshaydi. Sardor aka bu nech pul? 57 million. 57 yetuk bo'lgan. Suti sinalganmi yoki bilmaysizmi? 25 ta sut bergan. 30 ta deb vahima qilmaymiz, dehqonni moli. Ha. Yonida qizi bilan olganmiz xunajin. Bolasini 25 millionga sotdik ekan. Aha. Bor gapda. O'ziga 57 so'rayapsiz, kami ko'p. Kami ko'p. 99 366 71 71. Bergan narx muhim emas. Savdo qilaveradi. Sotamiz, olib keldikmi sotamiz. Gap. Ha, oldim. 25 ta bergan ekan akalar bu mol. Ama katta mol. Katta mol, juda katta mol. Mana mol undan ham katta. Bu nima deyapti turasiz? Aka sonchi va ham tomonga. Va misol uloq. Botir bo'lsa ham o'zingni ko'rsat deydi. Mana shu tomonga soling aka. Rossiyskiy akalar. Yeni soladigan variantida. Ko'rib baho beringlar. Mashallah, otam chiqdi. Bu birinchi qorin aka. Qancha berdi bozor? Ha, savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmadi akalar. Hali savdosi bo'lmadi. Lekin chiroyli mol. Rossiyskiy. Nech pul so'rayapsiz aka? 55. 55 million kami bor, hurmatli do'stlar. Birinchi qoringa yetuk bo'g'oz. Qarang, bir 45 atrofida ish bitib ketmaydimi? Balki bitara ish qo'ziga nomer bering. Ana bitmaydi. Xo'p, nomer bering. 33lik. 33 3 444 27 86. 27 86 3 27 86. Birinchi qoringa yetuk bo'lsa, necha kunlarda tug'adi? Aka 15 kunga borammi? 15 kunga boradi. Bu aka bu qanchaga bordi? 40 million qildi. Olaylik videoga? Bitta yurgizingchi bak. 50 kam bor, 40 ga bermadi, ha? Mana. Birin bu ham? Ham birinchi qoringa 2 kurak, hurmatli do'stlar. Yaxshi mol ekan bu. Shoxsiz to'qol variantida. 40 ga berishmay turibdi ekan hozircha. Alloh alam 20 ta qiynalmay bersa kerak, yana xudo bilan. Alloh qodir qilgancha aytamiz ekanamiz. Faqat kanalga bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmang. Aka nomerni beringchi. Aha. 70 92. Ish qayerda? Guliston, ha? Guliston mahallasi. Uchko'prik tumani Guliston mahallasi akalar. Gel yo'q. Hop, assalomu alaykum. Savdo yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Savdo qilasizlar? Bilasizlar? Men mollar qarang. Bular nima deyapti? Bular shum ajoyib mollar. Yetib boradi. Manolari bo'g'oz molasi o'sha yeli solganmi? Bu aka yetukmanmi yo tuqqanmi?
qolgan, birinchisiga hammasi. Hammasi birga. Bular nech puldan narxi? 70 milliondan so'rayapmiz. 70 dan. Savdo qilmadim bir joyda. Shunda bo'lyapti, uchtasi 50 milliondan so'rayapmiz. Uchtasiga 50 milliondan. Bular hali qulog'ida ismi bor mollardan ekan. Ha, Rossiya. Qayerda eshik? Chimyon. Farg'ona tumanida. Nomerni bering-chi? 98 Aha. 178 300 78 aha 58 83. 58 83. 50 milliondan men bularga savdo qilibdi. Nima do'stlar? Berishmayapti. Chimyonlik. Gap yo'q. Bu mollardagi esladimmi? Eram bozorga ham sotdingizmi 4 ta? Beravering, yaxshi pul beribdi-yu. Yo'q. Eslab qolganimni qarang. Chimyonlik akalarimiz. Tog'amning ismi nima edi? Oqil Hoji tog'am. Mana do'stlar, ko'rib baho beraverasizlar. Yo'q. Mollar zo'r. Rossiyskiy toza chistagronniy mollar ekan. Bo'ylar 1,5 metr chiqib kerak. Alloh alam. Ko'rib baho bering. Hurmatli do'stlar, ketdik puli. Ha, shunaqa. Sizga pul yengilroqlarini o'tkazib, sigir bozoriga o'tib ketamiz. Nech pul berdi aka? Qancha so'rayapsiz? Sal yaqinroq so'rasa bo'lmaydimi? 35 mi? Bozor qancha? 30 berdim, bermadimmi? 30 pastda bitamizmi? 30 ga qo'shsa bitadi. 35 kam bor diyor, Bu nomerni bering. Aha. 233 1307. Birinchi qoriga 7 oylik bo'g'oz 35 kami bor degizdirdik. Savdosi ko'p, savdolashaverasizlar. Qayerda aka sizniki? Eshik qayda edi? Qaydan? Majnuntolda, shu yerda uzoq emas, Majnuntol. Hurmatli do'stlar, yo'q, Majnuntollar bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Ketdik. Hurmatli do'stlar, bular nech puldan savdo bo'ldi, boy aka? Mana 30 million so'm savdo qilibdi akalar, men bo'g'ozni berishmayapti. Oqshoq deb qo'yadi. Shunaqasi. Mana o'sa akalar o'sha eski Bushovskiy zotlardan. Mana shu mollar Bushovskiy. Bunisi nech pulga bordi? So'radimi qaraq? Nech pul narx aytyapsiz? 35 kam bor unga, bunisi-chi? Bunisi nech pul? 45 35 kam bor. Ama mollar mana shu mollar zo'r mol akalar. Bilmadim menga shuna mol. Shunday holatda turishni qarang. O'ta zo'r mol. Nomerni bering aka aka. Majnuntolmi bu ham? Ana shuni o'g'asi bor ekan, ha? Nechi edi bu nomer? Aha. 233 3307 ha? 1307 ha? Uchovi bitta qo'ray ekan. Hurmatli do'stlar, ketdik. Yetuk bo'g'ozlar ko'rsatdik. Abjal aka nech pulga bordi bu? Endi keldik. Qancha so'rayapsiz? 50 million so'rayapti. 50 kam bor akalar. Katta mol. Necha oylik bo'g'oz? 5 oy. 5 oylik bo'g'oz 50 kam bor. Bozor hali bermadi. Hali bermadi. Agar yirik mollar shoxsiz variantda so'ragan ekanlar. Nimaga biratishga? Choy ichdingmi, ichmadingmi? Nima? Choy. İçtim. Nima yeding? Sirtmas. Hurmatli do'stlar, 50 kam bor. Biratishga nomerni bering. 738 44 738 44 33. 5 oylik bo'g'oz, birinchi xonaga 50 kam bor. Hali savdosi bo'lmadi, ya bo'ldimi? Yo'q, Bir 40lar beraman deganlar bo'lmadimi? 40 ga beraverasa? Qo'shsa berasa? Bo'ldi. Akalar shu. 40lar bo'lsa ustida ishni bitirasizlar-da. Men so'rab qo'yganim bu shunga ish bitadi deganim emas, akalar. Hali 45 ga ham bermadi deganga bo'lmasin. Faqat savdo. Qancha bo'ldi, Jabarton?
Xudo xolasa boramiz. Qancha bo'ldi? 53 million so'ramiz. 53. 53 milliongacha savdosi bo'lyapti. Parkatlik ekanlar savdo qiladi. Hali berishgan yo'q ama. Lekin qo'shib turishibdi deydi. Ama yaxshi mol akalar. Videoni ko'rib, molni yaxshisini yoqtiradigan akalarimiz bo'lsa, ko'ngilga yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib. Umid aka. Nima gap? Bozorlar qanaqa? Mana. Elmurat akamdan olib qo'yaverin. Fonga qo'yib qo'yaman. Joning sog' bo'lsin. Qarang. 100 liklar qo'yib qo'yaman. Elmurat akamdan mol olishni tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Elmurat akamdanmi? Nima tilayapti? Ha, yo'q. Ha, Xolis gapiravering. Ha. Puli ko'p odam kelib olaversin, to'g'rimi? Molni qirolini sotamiz, yaxshi pulga sotamiz. Bizda arzon mol bo'lmaydi. Bo'ldi endi. Ortiqcha. Deganini yozmaslar meni. Nimalardir demoqchi bo'lyapti. Sabroq haq gapda. Arzon mol, yaxshi mol arzon bo'lmaydi. Arzon mol yaxshi bo'lmaydi. O'chaga demak sizni mollaringizga yaxshi emas ekanda. Bizning mollar kam sut beradi. 15 taliklar. To'g'ri? Ha, ba'diga 50 ta beradi. U trenddan qolyapti shekilli. Yo, oshnam ham unajini sotadi, mehnat qilib 1 yil mehnat qilib sotadi. Yaxshi pulga sotadi, yaxshi mol oladi. Sementalni olib qo'ymang ana bunaqa qilib. Sementaldimi? Ha. Olaveraylik. Semental yo'q buning. Hurmatli do'stlar, ketdik. Mana buni ham olamiz. Sardorbek oshnamizning moli. В общем, gigant mollardan. Nima tug'di do'st bu? Jichchakam 60, bolasi xunojimmi? Savdo bo'lyapti, narx aytyapsizmi? Jichchakam 55 mi? 58 milliongacha savdosi bo'lgan mol. 160 ga borsa kerak, Alloh alam. Katta mol aka. Nechinchi qorin do'st? Ikkinchi qoringa tuqqan 58. Nechta sutga do'st bu? 30 taga. Sardorbek, qalis. Nomerni bering-chi? 88 271 271 22 22 bitta sochi mashq tomonga. Yo, bolasini ustiga tashab qo'yamiz, ketaverar. Qani? Nima do'stlar? Mana mol. Ko'rib baho beringlar. Gigantiga ish qo'z akalarimizga 30 tasiga 58 milliongacha savdosi bo'lgan yirik mol aka. Mana bolasi akalar. O'ynab yurib. Qarang, nech pul so'rayapsiz-da? 65. Nomerda aytdi, aloqaga chiqaverasizlar. Nima do'stlar? Ketdik. Mol yaxshi. Maytda bitta yana bitta yaxshi molni so'rab. Sardorbek, rahmat. Boy aka bu nech pulga bordi? 50. O, boy aka nima gap? Men mol qaytarish. Buni ham so'rayapsan. 50 ga chiqdimi savdosi? Yurgizingchi boy aka. Bash tomonga solavering. Qarang akalarda birorta odam yangi qo'rg'onda odamlari ham boshqachada. Erinmaydi. Nechinchi qorin bu? Ikkinchi qorin. Nechta? 25 litr sutga ikkinchi qoringa bolasi xunojin chaynalib turibdi. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Realni endi 50. Qanchalar aytyapsiz aka? 60 kammi? Nomerni bering-chi. 90lik Aha. 588 Aha. Qarang, bu sizga tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Foydaga kirdimi, kirmadimi? Ozgina bor, ha? Ozgina bor ekan hali. Hurmatli do'stlar, yaqinda Baxtiyor akam bir kuchayib kelsin. Fermerlar orqasidan yugurursin, ha? Nima gap aka? Nima gap? Yaxshimisiz? Buqalar kelyaptimi? Xudo xolasi. Qachon? Bo'ladi. Xudo xolasa, gap yo'q. Bozor ama boshda kamida kesera bo'lib ketdi, ama. Yaxshi yuryapti. Ha, bozor Yerimiz zo'r. Toshkentga akalar qirib yubordi molni. Dehqonlar bor, mollar. Salom alaykum. Kecha yaxshisiz qalis. Ha. Nomermi? Ha, o'zik. 77lik 007 31 98. 98. Nima do'stlar? Hozir. Bu nech pulga bordi aka? Ha? Qiriyapti dedim-mi aka? Qaraysiz, yaxshisiz. Salom alaykum. Kecha yaxshi. Yurgizingchi do'st. Qiriyaptiga nechta sutga boy aka bu? 17 tir. Yurgizavering. Asovdan Ha. turib ketadi. Bolasini
arqonga o'rnashmagan bolasi novvoz sigir. Dang'illatmaydimi ish qilib? Tepmaydi. Yuvosh. 47 ga bermayapsizmi? Qanchadan aytyapsiz? 55 kami bor, 47 ga bermayapti. 17 litrga bolasi novvozcha. Tuqqaniga qancha bo'lgan aka? 4 oy. Qo'yilmadi hali. Bor 46-47 kunlik bor. 46 kunlik bo'g'oz bo'lishi ehtimoli bor. Nomer bering-chi? 77lik, Aha. 271, 1070 ha? Qarang. Eshqdan Bermasa hali bor. 17. Aypan. ha, O'zbekiston tumani Yaypan shaharchasi tomonidan. Gapi. Mana hurmatli do'stlar. Ko'rib baho beraverasizlar. 4 oyga yaqin bo'lgan ekan tuqqaniga. Ketdik akalar. Bu aka, qalaysiz, kimsiz? Shved ishqibozlaricha. Onasi ham qochganmi aka? Necha oylik? Bo'g'ozga beraverasa? Ona bola akalar. Bolasi katta shvedni ko'rganda o'sha qo'lida bolasi bormi? deydigan bo'lish refleks qilib qoldi. Nechta suti bor bu aka mana? 15 ta sutga bolasi yonida, yana qornida ham bor. Bozor berdimi? Qancha so'rayapsiz? Yaqinroq qilib. Yaqinroq qilib ayting. 50 ta bastab tabish qo'ziya. Nomerni bering-chi? 91 kodi bilan 22 80 akalar. Ham oldida ham qornida bolasi bor ekan. Bo'g'ozga berilar aka. Bo'g'oz bo'lmasa vazvarat deydi. Ko'rib baho beraylik. Mashmonga ham 60 narx so'rab qo'ydim bu. Yaxshi bayli bular. Men mol qarang chaynab tursin. Xo'sh, tog'a bolasi nima buni? Novvoz nechta sut beryapti? Suti nechta? 25 litr suti bor, bolasi novvozchasiga. Chaynalib turishini qarang. Shu joyda ozgina yurchi. Mana ko'rib baho beringlar chakalar. Bu bozor haqiqiy sigirni liderlari qaynab chiqadigan bozor ekan. Ko'rib baho beraverasizlar. Xo'sh, tog'a qancha berdi? 50 berdi. Bera olmasdi-da? Yana ikkita shashlikka qo'shib bersinmi? Qancha bo'pti? Picha qo'shsa berasiz. Qancha bo'pti? 50 ga bermayapti. Suti 25 litr ha? 20 ta 20 bolasida 20 ta beryapti. Ha, yengil ha. Nomerni bering-chi, tog'a. 94lik 130. Aha. 72. 73 qancha narx so'radingiz? 60 deb. 60 dan so'ralgan. Aytilish narxi 50 ga qo'shsa bitish ehtimoli ko'p. Xo'p, rahmat tog'a. Bu aka bu necha pulga bordi? Qanchadan aytyapsiz? Yurgizing. Bolasi nima edi? Bola novvoz. 1 yo 2? 2 ga. Birinchi yo ikkinchi qoringa o'xshatuvdim 2 ga. 45 demak, yaqinroq ayting. 30 basta bitmaydi-a? Bolasi novvoz. 40 basta bitadi. Ha? Ha? Foydasi yo'qmi, so'ramasizmi hech kim? Nomerni bering. Xo'sh, tog'a. Buchi 50. Bunga bozor so'radimi, so'ramadimi? Hali jazba savdo bo'lmadi. Suti bilmaysa? 20 ta atrofida. Bolasini olsa? Ha, bolasi mavjud ekan. Baqvat ekan. Nima? O'sha. Nomerni bering-chi. Aha. 503 32 55 raqami. Akalar 503 32 55 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mana shu molga qancha so'rayapmiz? 50 dan aytilgan. Hali savdo bo'lmadi ammo. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Bo'ldi, hoji aka, rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli do'stlar. Yaxshi mollar serapda. Qaysi birini olishga ham yo'g'ona o'ylanib qolamiz. Bu aka ro'zg'or boblari ham bormi? Nech pul? 75 million kam. Ikkovi, ha? Ha, ikkalasi 75 ga ham bor. Bittasi mintaga, bittasiga 75 deyapti, ona bolaga. Bular ikkita. Bularda ham o'zining yo'li bor-da. Odami bor. Odami bor, ishqibozi bor. Bu to'rtta mol.
Xullas o'zlaringiz. Aka, ikkovini nechta sutga berasiz? 10 tadan 20 taga. Qo'lida. Ikkalasi 10 litrdan 20 litrga. Bolasi xunojinlar ikkalasi ham. Bu novas ekan, bu xunojin. Soychi mana tomonga bitta. Nechinchi qorin mollar bular? Ikkovi ham ikkinchi qorinda 6 kurak ekan akalar. Ko'rib baho beringlar. Naring bolasi novas, qozoqlari zo'r ekan. Mana uniki xunojin. Ikkovi 75 kam bor. Jupiga qancha berdi do'st? 68,5. 1,5 kam 70 berib qo'yibdi. 70 ekanda mo'jalar. Nomerda aytdingizmi? Aha. 073 1115. Bo'ldi endi. Rahmat. Akalar, qarang, yarim soat sigirni to'xtamayapti o'g'lim. Endi salom alaykum. Majburmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima do'stlar? Ketdik endi. Ha. Hurmatli do'stlar, mana shu tomonga o'chirib qo'y. Hurmatli tomoshabinlar, Xonajin bozoriga o'tdik, sigir bozorini ko'rsatdik. Yarim soat. Lekin men tugatolmadim sigir bozorini. Endi sekin mana nasldor xonajinlarda qo'ldan kelgancha narx-navolar bilan ko'rsatib o'taveramiz. Xonajin bozorida videorolikni boshladik. Qarang. Abduhafiz akamdan katta bo'lib ketadigan sigirlar, xonajinlar. Bushovskiga o'xshaydi-yu, bular lekin galishda bular, ha? Necha oylik? 6 oylik. Ama gullar rosa chiroyli ekan. Jupiga necha pul berdi bu aka? Jupiga hozir savdo qilishgan yo'q. Ha. Allohning narsini 17,5, bunisini 16,8 deyapti. Ikkovi 35 ga berasiz ekanda. 35 ga jupiga beraverasiz. Vaqti yaxshimi? Qani? Abduhafiz aka, bo'ylar 1.10 chiqanchimi? Akalar jupiga 35 ga ketdi. Ko'rib baho beringlar. Nomerni ayting. Ha? Sotmayapsiz-da. 90 90 yozib qo'yaverib. Aha. Yana to'g'ri beraveramiz. 90lik 507. 507 0391 akalar. Ama chempion mollar bu ikkovini agar bir joyda olib sotaman desangiz nazar qilasiz. Baraka bo'ldimi bular? Nechtasi? 3tasi 60 million. Elyor aka, siz sotdingizmi? 3tasi 60 millionga baraka bo'pti. Rossiyadan kelgan xonajinlar akalar. Bular ham yaxshi. Tugadimi? Bitta qolibdi akalar, 23 degan. Bunga kelisholmaydi buni. Mana shular hozircha ketdi baraka. 3tasi bir joyda 60. Mana bu ikkovi 35 ga beradi. Ama o'tga kirgan o'sha 35 bo'lsa 17,5 dan akalar. Ama shunaqa buzodi yangi tug'ilgan ham akalar 10 da shu darajaga olib kelgancha Hoji omon bo'lsa charchamaysiz. Kechga ham ochib ketamiz. Zo'r. Ko'shani turib qo'yaman. Zo'r mollar ekan. Haqiqiy. Yetavering. Kecha popdan chiqardim 2 tane. Simentallarda gibrid. So'rab ko'rmadim. Yo'q. Ularda ildan batır chiqardi. Ha, bilmadim ularni. Nimaga bilyapsiz aka? De xunojinda nima bo'lib ketdingiz? Endi qilichingiz o'tkirlashyapti. Nima deysiz mana ikkovini? Endi xolis ayting. Ikkovi 30 li bo'lib qoladigan bo'lsa, ayting. Bir pachka bo'ladimi ikkovi? Indamay bo'ladi. Bir pachka bo'ladi, xolis, ha? Indamay bo'ladi. Bo'ldi akalar. Xudo xolasa yaxshi niyat qo'yib ikkalasi bir pachka bo'ladi inshaalloh. Zo'r mollar. Men yosh buzoqchalar chiqdi, xunojinchalar. Qarang. Mayda. Necha oylik voy aka bular? 3 liralik. Necha puldan bular? Zotlimi yoki o'zimiz meslimi? Zotli. Hurmatli do'stlar, 14 milliondan deyilyapti. Mana bu kichkinachasi-chi? 10 million, ha? Nomerni bering-chi? 90lik 406 27 0. Savdo bo'lmadimi aka uchovi? Qanchadan?
11. 11dan berishmayapti. Bo'ldi gap. Rahmat. Assalomu alaykum. Abroruz. Nima do'stlar, ketdik. Qo'lajin bozorda mollarda yaxshilari uje baraka bo'lyapti. Fahriddin, sendan nima gap? Uyni bitirib qo'ya olamizmi? Ha? Nima gap? Assalomu alaykum. Qaysizlar? Nima bo'ldi buni savdosi? Ha? O'zi bilan gaplashur. Babi kalisiz. O'zi bilan gaplashur. Qancha ber do'stim? Budasi endi bo'ladi uni. Necha pul aytyapsan? Narkotik ham bor deyapmiz. Necha oylik bo'g'az? Qochganligi hali aniq emas. Bu tomonga tortchi do'stim. 32 kami bor ekan akalar, katta xunojin. Jo'yvesini bilmadimmi, bo'yi 1.40 indamay chiqadi. Katta xunojin. Ama buqasi bor akalarimiz bo'lsa, shu bugunlik kundan qochadi. Tishi bormi kurakchi? Yo'q. Endi yoryapti. Endi yormoqchi bo'lyapti. Mana baribir o'zimiz gapiryapsiz-da. Nomerni berchi do'stim. Sotib olasan-da, nomer shart bo'lsin. Baraka. Kelishib olar, keyin gaplashaveramiz. Nima do'stlar? Savdosi bo'lyapti. Mana xunojincha, yaxshi xunojin. Qodirjon, shu savdo qilyapsizmi? Qancha? Ikkitasi 41. Ikkitasi 41 million. Bitta kattaroq, bitta kichikroq. Ammo mollar parodasi yaxshi ekan. Salom. Ye? Qalaysiz aka? Tomosha sizni tanimabman. Nima do'stlar, ikkitasi 41 ga berilmay turibdi hozir. Ko'z chastadmasi bor ekan. Nima do'stlar, mana bunaqa hunojinlardan olib kelsak, mollarga qilabandagi akalarimiz bo'lsa, rahmat so'raylik-chi, bozorda nech pul deyapti. Uka, nech pul so'rayapsiz? 26 dan kam bor. Bozor berdim, bermadimi? Jinda kam, 45 mi? 48. Mana ikkalasiga 48, 20. Yo'q-a? Nima, bu qadar qochgan bu urug'mi? 24 dan 48 savdo qilibdi. Hop, 26 dan kam bor. Nomer bering-chi Fayzullo aka. Aha, assalomu alaykum. 951. Aha, 9300. 951 9300. Hurmatli do'stlar, shu. Ko'rib baho beraverasizlar. Aka, nima deysiz? Xunojini olgan yaxshimi yoki baland past degan joyi bormi? Endi aytda hali yangi tug'ilganda $1000 ga bermayapti-ku. Xunojini olib o'rnida qaradi mana. Tezroq qochirib, sigir qilib sotgan yaxshi. Sigir olgan ham yaxshi. Ha, maydada endi imkoniyatdan kelib chiqib oladi-yu. Ha. Endi maydani ham tashab Buzoq 1,5 yilda shunday bo'ladi-da. Ha? 1,5 yil. Bu 1,5 yilda akalar xudo xolasa bolasi yonida 4 oylik bo'ladi. Bu nech pul bo'ldi aka? 9 million 500. Tirikchilikka oldingizmi yoki qanchadan aytyapsiz endi? 10 ga 500 o'tib berasizmi? Ha? 9,5 bo'ldi akalar. Bozorda oldimi, Abror aka? Sotasizmi? Ha, sotasizmi? Yo, boqqani oldingizmi? Nomerni beraychi. 90lik ha? 90lik. Aha. 91lik 154 154 94 ha? Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, shu. Rahmat. Hurmatli do'stlar, bugun bozorda mana video qilyapmiz. Mo'cha aka, nima gap? Qodir aka mol olib chiqibdi, shuni Pastga uryapmiz? pastga urganmiz yo'q. Aka, qalaysiz? Ko'taryapmiz narxini. Ha, ko'taryapsizlar. Sigirdan qolganda endi bolalar. Yo'q. Hurmatli do'stlar. Voy. Molingiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bunday qilmadingiz yaxshi. Hozirga oldin mol boqardi. Hozirchi? Mol boshqa ish qilyapti. Oldayapti. Hurmatli do'stlar, Charchamayman. Xudo berdi akamga like bosib qo'ying.
Ko'chasiz, Sotdingizmi? akalar bosamiz. Qalay bugun tafsilotlar? Bugun Xudoga shukr, to'rtta malak sotib chiqib kelyapmiz. Yo'g'i. Bozor kuchayib ketdimi YouTube'da? Bozor aylangan. Yo'g'i. Yangi Qo'ron bozor, lider bozori. Yo'g'i.